Eron raketa bilan Isroil shifoxonasiga zarba berdi. Rossiya va O'zbekiston migratsiyasi masalasini birgalikda hal qiladi. Putin: Eron AQShga ogohlantiruv berdi. Agar aralashsangiz, javobimiz qat'iy bo'ladi. Putin hamma bilan, shu jumladan Zelenskiy bilan ham uchrashishga tayyorligini aytdi. AQSh yaqin kunlarda Eronga zarba berishga tayyorlanmoqda. Bloomberg: AQSh qurollari Eron yerosti yadroviy obyektlarini yo'q qila olmaydi. Amerikalik ekspert: Понял? Я вернулся, понял, мне этот тротуар, мне похуй, я по дороге хожу. Стоять, нахуй, это Virginia, здесь не канает, блядь. Eron AQShga ogohlantiruv berdi. Agar aralashsangiz, javobimiz qat'iy bo'ladi. Atab News xabar berishicha, Eron AQShning urushga qo'shilish holatida keskin javob berishini yana bir bor ta'kidladi. Eron tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Kazem Garibabadi shunday dedi: Agar AQSh Isroilni ochiq qo'llab-quvvatlab urushga aralashsa, Eronda tajovuzkorlarga dars berishdan va o'zini himoya qilishdan boshqa chora qolmaydi. Bizda barcha harbiy variantlar tayyor. U shuningdek AQShni hech bo'lmaganda neytral qolishga chaqirdi. Uning so'zlariga ko'ra, Eron harbiy rahbariyatining oldida barcha zarur variantlar bor va agar vaziyat talab etsa, kuch ishlatishga ham tayyorlar. Shu bilan birga Guardian manbalariga ko'ra, AQSh prezidenti Donald Tramp Eronga qarshi urushga kirish niyatida, biroq bir shart bilan: Fordo yadroviy obyektini yagona zarba bilan yo'q qilish. Trampning ta'kidlashicha, u faqat 13,6 tonna og'irlikdagi Jibu-57 deb nomlangan ulkan bomba bilan yer ostida joylashgan Fordo kompleksi butunlay yo'q qilinadi degan kafolat bo'lsa, hujumga rozi bo'ladi. Ammo Pentagon bu bomba Fordoni faoliyatdan chiqarish mumkinligini aytsa-da, kompleks to'liq yo'q bo'lishiga kafolat yo'q. Isroil razvedkasiga ko'ra, yadroviy obyekt 90 metr chuqurlikda joylashgan. Eron raketa bilan Isroil shifoxonasiga zarba berdi. Kecha tongda mullalar rejimi Isroildagi fuqarolik obyektlariga ballistik raketa bilan hujum qildi. Ulardan biri Beer-Sheva shahridagi shifoxonaga to'g'ri keldi. Suratlarda binodan baland qora tutun ko'tarilayotgani aks etgan. Shifoxona vakilining aytishicha, raketa bir nechta hududga jiddiy vayronagarchilik keltirib chiqargan. Qutqaruv xizmati ma'lumotlariga ko'ra, kamida 32 kishi yaralangan. Isroil sog'liqni saqlash vaziri Uriel Buso ushbu hujumni terroristik akt va insonparvarlik normalariga qarshi urush jinoyati deb atadi. Uning ta'kidlashicha, hujum tasodifiy emas, balki tibbiyot xodimlari va begunoh fuqarolarga qaratilgan. Tom boshimizga tushdi, portlash to'lqini meni yiqitib yubordi. Bunday holatni boshdan o'tkazmaguncha bunga ishonish qiyin, dedi shifoxona xodimlaridan biri. AFP agentligi reportyorlari Tel Aviv va Yerusalimda tongda portlashlar bo'lganini xabar qilmoqda. Ramat Gan shahrida raketa birja yaqinidagi hududga tekkan. Isroil armiyasi ma'lum qilishicha, Eron o'nlab ballistik raketalar otgan. Ularning ko'pchiligi yer atmosferasini tark etib, gipertezlikda kerakli nuqtaga yo'naladi. Bu raketalar yuqori tezligi tufayli osonlikcha